Assalomu alaykum. Anglayotganinglar Şinjan Xalq Nashriyati 2003-yili 1-oyda 1-qitim nashr qilgan tarixiy roman Anjambay. Avtori Nurrozi. 25-bob. Shumxat. Bu chimliq ajabmi bak chiroyli bo'lib ketibdi ha. Xuddi marvoyat donchilari unib chiqqandeklar. Sexiy tabiatning cheksiz himmati, karomatini namoyon qilgandek ilgari cho'llishib ketgan bu chimliq shu topda ko'z chaqnog'idek go'zallashib ketgan edi. Kechidan shabnam tushgan edi. U chat, bu chatlari ko'rinmaydigan bu kag'ri chimliq atiginki kunning qiypash nurida xuddi poyansiz yap-yeshil marvoyat poyandozdek valildaydi. Shu topda balalarning qapqara ko'zlari analariga muldirlab talpinayotgan kaptar bachkalarining ko'zidek lip-lip o'ynab chimliqning u chat bu chatlarigacha to'ymay talmurib qaraydi. Qarag'ansiri qarg'usi kelatdi. Xuddi marvoyatlar dunyosida kezib yurgandek ko'zlari qamishib, dillari yayraydi. O'ymoqdek kichikkina yumran eg'izlarimi xuddi to'la sayrab holidan ketgan kokkukning og'zidek ichilibla qolgan edi. Eshaklarning qarni och edi. To'la tipirlab, tumshuqlarini uyan-buyan so'zib, balalarni so'rigili turdi. Shundala ular asliga kelishdi-da, eshaklarning putlarini chitib qo'yishdi. Atrofda o'ltirg'idek quruqroq yermi ko'rinmaydi. Hamma yer o'xshashla sho'r o'rlab turgan zaylik edi. Shunga balalar putlari telib ketsimi, chimliqqa tikilgunicha o'ri turaverdi. Taki kunning ko'tarilishi bilan ko'zni chaqnatadigan heliqi marvoyatdek shabnam donchilari asta parga aylanib tugiguncha qarab turishdi. Amdi yana qarab turaverishning hech qanday qiziqi qolmadi. Uning ustiga ularmi o'ra turaverib, yerib ketdi. Uyqusi kelib ko'zlari ichishdi. Shu tapda baland qumliq bo'lsa, huzurlanib uxlab olsa, toz baland bo'ladi-da. Ular quruqroq yer izlab atrofga qarashdi. Lekin hamma yer yana shundoq o'xshashla zay o'rlab turgan chimliq edi. Eriq bo'yidagi ko'k qumliqmi g'itchida xo'xa, yantoqlar o'nib ketganlikdan o'ltirishqimi bo'lmaydi. Ular ilojsiz yiroqlarga tikildi. Kun chiqish tarafdagi egizlikda bir gumbaz ko'rindi. U gumbazning ustidagi havo bo'shlig'ida bir lochin agib uchib yuradi. Balalar ashu gumbazga qarab yugurishdi. Bu Tuztog' Mazrim gumbazi edi. Gumbazning tomlari ko'nrab, suvoqlarimi tushib ketgan edi. Sho'ralari ichidagi qabra ochiq ko'rinib turadi. Gumbazning oldida allaqachon o'rilib tushgan, ustini yantoq, xo'xa, chig' besib ketgan bir necha tashlandiq miskin qabrlar bir-biriga yondashgan holda mo'linib yetishadi. Ko'ngilni g'ash qiladigan bu ko'ngilsiz qabrlarga balalarning uzoqroq qarg'usi kelmadi. Gumbazning ichini ko'rgisi keldi. Ular palaxshib kelib, gumbazning ichiga qadimini shundoq qo'yishig'ila, ulardan urkigan bir to'p kaptar gumbaz ichidan tuyuqsizla uchib chiqib, ularni cho'chitibdi. Balalarning qo'rqinchda ko'zlari ola chekman bo'lib chekchiyibla qoldi. Gumbaz ichidagi qabra kaptar mayoqlarida olipasaq bo'lib ketgan edi. Qandaqdir bir xil chirindining ochiq purqi dimog'ini ichib turadi. Balalar to'shib tomlarga qabrning 4 chasa supisiga, supining o'ttirsidagi osti kichik, usti cho'ng yumaloq qabri beshiga birdam qarab turishdi-da, yinib chiqishdi. Gumbazning kayniga o'tib, qiyolikda o'sgan bir tup jig'anning yenidagi ko'k qumliqqa kelishdi. Bu yerdan chimliqmi, chimliqda o'tlayotgan eshaklarmi, atrofdagi egiz pastliklarmi ochiq ko'rinib turadi. Balalar mushu qumliqda qo'llari bilan ingaklarini yo'lab, qo'rsaqlarini qumga yiqib, dum yetib, atrofni tomosha qilishga boshladi. Singlisining ko'zlari tuyuqsizla o'ynab ketdi. "Aka, avu taqqa qarg'ina? Chashtog'in damsan? Chashtog'? Chashtog'. Tag'am kun chiqish tarafdagisi chashtog', kun petish tarafdagisi tumshuqtog'. Chashtog'da langizdan chiqqan askarlar bor. Yaqin berib qolmanglar. Tumshuqtog'da anjambaylar bor. Qo'rqmanglar" degandi-ku. Bir damdala unutib qopsan-da.
Çeştağın nim boptu? Sorap qaldın go. Ani qara, xuddi tugilib turgan chashqanqila o'xshaydi ekan. Ha, chashqanqila, obdan qarg'ina rost ekan, degandek chashqanqila o'xshaydi ekan. Qiziq. Balalar bir-biriga qarab qaqaqlab kulib ketishdi. Ularning zil kulkisidan urkigan top-top qushqashlar jig'anliqdan pur-pur uchib chiqishdi. Shu an balalarning sadda ko'nglidan tumshuqdagi nimaga o'xshaydigandu degan xiyol kechdi-da, ikkilisi tanglab burilib kun bitish tarafga qarashdi. "Aka," dedi songlisi miliqqida kulib turib. "Amdi sen deb baqina, tumshuqdagi zodi nimaga o'xshaydi ekan?" "Ha, to'xta, mana hozirla, aqini, vaha, mana topdim. Bizning uydagi al mushukka o'xshaydi ekan. U mushuk chashqonga tashlanadigan chog'da ani qara, ana ashundaq tugilib g'ujmakkida bo'lib oldi. Ani qara, texi so'zilib turgan quyruqimi bor ekan. Voy xudoyim-ey. Aha, mushuk bir sakrabla chashqonga tashlansa, kanidan g'appida ilib bo'g'sa, g'iqqida pahpa, u chog'da ko'ring tomashani. Anjanbay akam cho'qim shundoq qiladi. Düşmanni pamlab turib g'appida bo'g'idi. Kekirdikidan. Aka, sen Anjanbay akamni ko'rganmi? Ko'rmamdigan. Bultur So'latning kichik o'g'li Sulaymon So'lat men bilan chilishib meni besib oldi. Ochiqimda yig'lab saptiman. Dal shu chog'da yo'lda ketayotgan egiz bo'yliq bir odam to'xtab otdan tushdi. Yenimga kelib meni yo'lidi. Ustivishimdagi to'pini qoqdi. Yishimni surtdi. O'g'il bola yiqilsa yig'lamaydigan, o'rnidan dasturib yana ilishadigan, bo'lmasa o'g'il bola bo'lolmaydi. Fazilixandek bo'lib qoladi, deb qo'yiblar yurib ketdi. Nima? Fazilixandek? Fazilixandek. Voy, bu nima degini? Ay do't, bu degini-chu, meni qiz bola bo'lib qolsan degini. Yepidan yanisigacha so'rab nima qilasan? Voy xudoyim, qiziq gap. Ular bir-biriga qarab ko'z qisishib tatliqqina kulishdi. Shu chog'da aksi so'zni yana davomlashtirdi. U odamning o'tkining qo'nchidan ikki pichoqning sipi chiqib turganligini ko'rgan edim. Keyin uqsam u kishi bizning Qodir muallimning aksi Anjanbay degan kishi ekan. Yenida qo'shlab pichoq saqlaydi ekan. Qodir muallim hozir ashu Anjanbay degan aksining qishida ekan. U mo qo'shlab tapanja asir ekan. "Hey aka, ko'zing yumilyotadi-ku, uyqun keldi?" Anjanbay akamning aziz deydigan yana bir inisimi bormish, qaltis nochimish. Aksiga bak amroq ekan. Uni yenidan ayrilmay yurimish. Mendan aran 4 yoshlar cho'ng ekan. Voy, 4 yosh cho'ng bo'lsa nim bo'pti? G'alati gap qilsan-ku. Cho'nglarning gapi qaraganda o'g'il bola jangga yaralganmish. Menmo o'g'il bola puxadan chiqcha gumbang so'qishib, o'g'il boladek beshimni egiz ko'tarib yursam deyman. Anjanbay akam to'xini taq, mushukni pashdab, uyda qo'lin qo'lab turiverish o'g'il bolaning ishi emas debdimish. Men mu ketsam Anjanbay akamning to'piq qo'shilsam deb o'ylayapman. O'ltirsam, qo'psam, shunila xiyol qilaman. Shu tushnilar ko'raman. Ketkim kelib zadala turolmayapman. Sen? Voy xudoyim-ey, mundaq degan texi. Lekin tag'am bilib qolmasin. Bilib qolsa meni kichik deb hargiz barg'il qo'ymaydi. Uqdingmi? Uqqan bo'lsang bo'ldi. Bir kuni ipin tepib g'ippida. Akasining bu tatliq gaplari singlisiga bak yiqib ketdi. U xushalliqida akasiga masligi kelib, uningga qarab erkiligandek bir ko'zni qisib miliqqida kulgan edi. Uning anardek qip-qizil, to'g'ashdek yup-yumaloq ikki mang'izda xuddi anar urug'i danchisining izidek kichikkina ikki ziniq paydo bo'ldi. Xudoyim buyursa, "Hey aka, shu taptiza toza uyqun kepti-da, ko'zlaring qizirib ketibdi. Kelmamdigan, seni-g'o tag'am quchqiga ilib xultib keldi. Men faqat ko'z yumalmadim. Eshakdan yiqilib tushib ketishdan qo'rqdim. Barma desa unmadan, yig'onga chidamay ilib oldik. Bo'lmasa tag'amning quchqida men uxlaydim. Men billa kelsam yomon bo'ptimi? Foydam tegdi-g'u.
Bo'lmasa, mushu cho'lda eshaklarni o'zing yolg'iz boqatding. Atchu, ha deb tur. Atixi tuz satqili to'qizaqqa bil baraman. Manga daftar qalam ilib berdi. İkimiz Qodir muallimda birga o'qiymiz. Ha aka. Aksidan javob bo'lmadi. Faqat yengil pushildig'ini anglandi. Singlisi burilib uningga qaradi. Aksining beshini bilaklariga qo'yib, uxlab qolganligini ko'rib jim bo'ldi. U aksiga qarab birdam o'ltirdi. Ichi pushib o'rnidan turgan edi. Uningdan 10-15 qadam neridagi bir tüp jig'anning shaxlari lengishib, qushqashlar pur uchib chiqishdi. U quyruqlarini shipangishtirib, pasha chivinlarni qo'rib, beshini ko'tarmay o'tlayotgan eshaklarga qaradi. Yiroqdan xuddi tuga loksidek egiz pas ko'rinadigan tog' cho'qqilariga, ancha-muncha yantaq, qamg'oq o'sgan tashliq sayliqlarga, ko'p-ko'p chimliqlarga tikildi. Egiz qiyoliqdan toki chimliqcha tutash o'sgan baraqsan jig'anliqqa ko'zi tushganda uning ko'ngli yayrab ketdi. Ashu qip-qizil jig'an munchoqlarini yipqa o'tkazib, tiziq-tiziq marjon qilib bo'yniga esib olsa, ay-hay, toza chiroyli yarashatdi. Adashlariga alg'ach ketsa, hammasi bo'yinlarga ashunda qip-qizil marjonlarni esib billa o'ynasa, toza ko'ngildek bo'ladi-da, uning ko'ngli ashu jig'anliqni tartib zadila turolmay qoldi. Lekin shu hamon ko'ngliga qo'rqinch tushib, qadamini to'xtatdi. U o'g'rilarni kunduzi bo'kliklarda yo'shirinib yetib, kechsi o'g'rilik qiladi deb olgan edi. Navoda ashundaq yo'shirinib yotgan o'g'rilarga uchrab qolsa, yoki texi jin olvasti, voy xudoyim-ey, to'xta, akam uyg'onsin. Aksi yinida bo'lsa, u hech nimadan qo'rqmaydi. Aksi hili uyg'onadi. Jig'an munchiqi uzib keladi. U ilojsiz aksining qishiga yinib keldi. O'ltiraverib, jig'anliqdan chiqayotgan ikki odamga ko'zi tushib qoldi-da, cho'chib ketdi. Ular udulla mushu tarafga qarab kelyotdi. Tiz mingishidan aldirashdek qiladi. Bir nimadan ansirgandek uyan-buyonga alang-bulang qaraydi. Ular heliqi tashlandiq qabrlardan aylanib o'tib, udulla gumbazning ichiga kirib ketishdi. Qizchaq qo'rqinchda dakka-tukkiga tushdi-da, aksini asta silkib uyg'otdi. Aka, ko'zingni ochqina. Aksi aran uyg'ondi. Ko'zini uvlab turib g'udung'ishdi. Ajabmizasini birdam uxlag'ili qo'ysang-chu, nim bo'ldi? Singlisi aksining quliqiga pichirildi. Gumbazning ichiga ikki odam kirib ketdi. O'g'ri o'xshaydi. Qara nima? Bizda o'g'riligidek bir nim bo'lmasa, eshak? Aksi sagaklashdi. Ko'zlarini yo'g'on ichib singlisiga tikildi. Apla bo'lmabdi. Yur, berib eshaklarni jig'anliqqa akirib yo'chirib qo'yayli. Bo'lmasa o'g'rilar bizni kichik chaqlab bo'zaq qiladi. Elimo mad eshaklar bo'lib qolgani. Navoda eshaklarimiz hangi eshaklar bo'lib qolgan bo'lsa-da, ko'ring tomashani. To'la hangrab olamni ma'lum qilib, o'g'rilarga "Maniman" deb o'zini ko'rsatib qo'yadi. Aksi qadimini shipida to'xtatdi. Og'zini singlisining quliqiga texmi yaqin qilib yana pichirildi. Ular rastilla o'g'ri bo'lsa, o'g'irlagan narsalarni gumbazga yo'shirg'ili kirdimi texi? Yur, ko'rib boqayli. O'g'irlarni to'nib qo'ysak foydasi bor. Cho'nglarga deb qo'yamiz, faqat bo'lmaz. Ularni ko'rilib, andin barsaqmi eshaklarni yo'shirib qo'yishga ulgurimiz. Ular yana orqasiga yandi. Putining uchida dasta pishapi chiqarmay minib, gumbazning kayniga o'tdi. Dal shu chog'da gumbazning ichidan ochiq sisiq puroq chiqib, balalarning kanaylarini ichishtiribdi. Navoda qo'llari bilan eg'izlarini ching tutib olmagan bo'lsa, yutilib ketgan bo'ladi. Gumbazning ichidan birining yutilib qiqilib, g'arang-g'urung ovozda g'uding'ishganligi anglandi. "Yopirim, ajabmi kuchlik ekan-ku kasofat. O'pkamga ketdi. Nashi degan mana mushundoq bo'lsa." Yana birining pixildab xirqirab kulgini anglandi. "Yakanning desizlar, yurakning beg'ishiga tegidi. Mushunda xoli joyni topolmay, yenimda saqlab yurgili 4 oy bo'ldi. Bir savdogardan oldirib olgan edim. Anjambay bilib qoladigan bo'lsa, Xudoyim saqlasin uning g'azabidan. Kallamizni olmasmi, lekin voy dod degisi o'tidi.
u gadankash nasha degan bir nimaga ajabmi o'chgan. Nasha xuddi onasini bo'g'ib o'ltirib o'tadigandaklab qilib ketadi. Yilimi Xudoga shukr, bu mazar bugun bizga obdan pana bo'ldi. Xumardan chiqib oladigan bo'ldik. Navada Zeydin Beyning diginidek bo'lib, ish o'ngga tortadigan bo'lsa, mana ha, ko'ring karomatni. U chaqda him Anjanbayning o'zi voydod deydigan bo'ldi. Xo'sh, sizga qaysi yurtning bovjonligini beradigan bo'ldi? Terimning o'zlariga-chu Toshqo'rg'on degan mahallaning, lekinza gepi gap bo'larmikin? Qur'on tutib qasamni obdan qildi bo'lmasa. Voy jinimay, telpakda kichikkina mahallaning shundoq kichikligi-g'o degandek bak kichik. Shundoq bo'lsa-mo, qushqashning go'shimi go'sh, to'gining go'shimi go'shda. Gepi gap bo'ladi. Zeydinbek baldurmo shuncha cho'ng katta yurt Toshmaliqning begeydi-g'o bo'ladi. Bo'ladigandek turadi. Bu ishlarni Zeydinbek allaqachonlar Ahmad Beglar bilan yang ichida xufiyona putish bo'lgan. Xatni Ahmad Bekka saq takkisaklar bo'lg'ini. Bovjonlikdan g'am qilish hojat emas. Xo'sh, xumardan bilan chiqib oldik. Bo'ldi, endi mangayli, endi tugashdim Anjanbay. O'likingni o'g'loq qilib o'ynaydigan bo'ldik Anjanbay. Bu gaplarni anglab bolalar cho'chib ketishdi. Voy, bular Anjanbay akamga o'rk oladigan yomon odamlar ekan-ku. Munofiqlar texi allaqandoq bir xatning gapini qilyotidi. Bolalar tamning sho'rsidan gumbazning ichiga tikildi. Bu chaqda ulardan do'qroq biri gumbazdan ingishib chiqib ketyotdi. Alagadan yana birimi menish uchun tamshilib qabra supsida so'rilib turgan Simava belvaqqa qo'lini uzatdi. U belvaqqa nashida xumarlashib ketgan Elishang'o ko'zlari bilan alang-salang qaradi. Andin belvaqqa yo'qib qolgan topini qiqivetish uchun kerilib, asnab turib belvaqni yiniga qartib bir necha qitim silkidi. Oxirgi qitim silkishida belvaqning uchidagi tugunchakdan qatlaqliq bir qog'oz yerga tushib ketdi. Buni alagadan sezmay bilinib, oldirmay bog'lab, gumbazdan chiqib ketdi. Dok bilan alagadan pastga tushib, posurlab minib, oldirib jig'anliqqa kirib ketishdi. Ularning qarsi yetgandan keyin bolalar gumbazga kirishdi. Dal shu chaqda iliqi shoxlari lingishib ketgan jig'anning yenidan yuzlarini shalang saqal bosgan ko'kkuz bir odam o'mlab asta kelib gumbazning to'shiklaridan uning ichiga qarashqa boshladi. Kiyimlari vayrona, choch soqollari o'sib ketgan, abdi qo'rqinchli bu odam bir yildan beri askarlikka tutilib qilishdan qochib, qishmi yoz mushu tuztaq mazirim atrofini makon tutib, chimliq jig'anlarda qapqon qurib o'olab, jambiqib yurgan Qosim Qappash edi. Yolg'izlikda odam xumarligi tutib yurgan bu odamga bolalarning hiliqi sho'x, tatliq gap so'zlari bak yiqib ketdi. U bolalarning so'zlarini texmo havas bilan quloq silib tinglashga boshladi. Bolalar hiliqi nashkashlar tashlab chiqib ketgan sig'iz chilimni birdam o'ynashdi. Keyin hiliqi tushib qolgan qog'ozga ko'zi tushib qilib, qetini ichib qargan edi. Patlagan saman qog'ozga yugan dana yozilgan xat bo'lib chiqdi. Aka, o'qiy olamsan? Nima deydigansan? 4 yilgacha Qodir muallim meni padbaq qil salmadi, o'qitdi, xat o'gatdi. Shumi gapmi? Nimishga o'qiy olmaydi ekanman. Amsa o'qib baqina, anglab baqay. Qani qanchalik bilasan? Voy, to'xtig'ina. Iliqi go'ylar degan xat shu bo'lib qolmasa yana. Aksi xatni duduqlamay o'qishga boshladi. Assalomu alaykum Ahmad begim. Janoblarining bir necha qitimliq maktublarida qayd qilinganidek, bizning bozorimizmi, mozorimizmi, qiblimizmi, tilimizmi birdir. Bu 4 kunlik olamda talishadigan hech nimamiz yo'qdir. Mening aslida bu tog'liq o'g'irlarga qo'shilish g'arizim mudoyim bo'lmagan. Taqdir qismatdan baglik silidan menga o'tdi. Lekin jamoat yurt xalqi menga toza itoat qilmadi. Yanala sizning deganlari hisob bo'ldi. To'rga yanala silni boshladi. Shaytonning vasvasasida bu kelishmasliklarni silidan ko'rdim. Xafa bo'ldim. Shu vajidan qiydab mollarimni yo'qlayman deganni bahona qilib taq chiqib ketdim. Afsus, ko'pdan ko'p afsus. Keyin tog'dan yenib tushay deganda yo'llar to'silib qoldi. Pada qo'y, kala,
ot, to'ga, qotazlarni saqlab qilish, shundaqla oltin kumush g'amlab jahonsozlik qilishga hozirlanish, vaqti soat kelganda bu tog'liq osiy o'g'rilarni ichidan urib, yurtning, hukumatning inomiga erishish g'arizida o'g'rilarning to'piga qo'shilishga majbur bo'ldim. Og'izdan kirib, burundan chiqdim. To'gini deb o'chkini tashlab berib, yurtga, hukumatga oz to'la ziyon solgandekmi qildim. Shuning bilan o'g'rilarning ishonchiga ega bo'ldim. Komandir bo'lib qoldim. Afsus, hech qanday oltin kumush yig'olmadim. Anjambay degan bu o'ktam qizil pochaq boylarga o'ch, kambag'al yalang to'shlarga amroq ekan. G'animatlarni yalang to'shlarga beradi ekan. G'animatlarni yo'shirganni bilib qolsa yoki o'z oldiga zo'rlik bilan g'animat to'plasa va yoki kishilarning xotin qizlarga chiqilib qo'ysa, yuz xotir qilmay o'z qo'li bilan chipib tashlaydi ekan. Bigim, men o'zim bularning ichida yurganim bilan ko'nglim yanala sizlarda bo'ldi. Baldurlar yenib tushmoqchi edim, lekin hukumatning meni osiylik qildi, yuz o'rdi deb ayblab qilishidan, beshimning ilinib ketishidan qo'rqdim. Sizning xabar qilishlaricha hukumat menga yana ishnidi ekan. Bola chaqalarim, o'y zaminlarimdan obdan xabar olibdi. Baglik yanala menga saqlab turibdi. Hukumat sizni arg'i silib, menga ko'p nasihatlarni qildi. Nech navbat xatnoma avatdilar. Men mo javoban shundoq qildim. Bizning yang ichida xufiyona puchishganimizdek, hukumatning ham janoblarining mendan kutgan umidlarini oqlaydigan, mening gunohimni yuydigan, beshimizdagi balay ofatni yo'qotadigan kun dal ati bo'ladi. Kaminalari hammani naq qilib qo'ydim. Dal ata qo'l salmoq zo'rurdir, ta'xirsizdir. Qolgan zo'rur choralarni hukumat bilan kengashib qilg'aylar. Ahvol mundoq. Janoblari tog' o'g'irlari indek keldi. Fikrlari janoblarining ko'rsatmasiga binoan ularni Chashtoqqa hujum qilishga ko'ndirdim. Hujum ata juma kuni boshlanadigan bo'ldi. O'rinlashtirish mundoq. Birinchi 400 odam Chashtoq udulidan hujum qilish. Bular 12 pilmot va onundan boshqa minomyot, top, zambirak qatorliq ig'ir qurollar bilan qurollanish. Buningga men mas'ul bo'lish. Ikkinchi 300 odam Yingsar yo'lini to'sish. Buningga Xo'ja Abdurahmon mas'ul bo'lish. Uchinchi tanlangan 40 margan terim tarafga berib Qashqar yo'lini to'sish. Buningga Anjambay mas'ul bo'lish qatorliq vazifalar belgilandi. Hamda bugun oqshomla payshanba kuni Al-Yatquda yo'lga chiqish qaror qilindi. Kaminalari janoblaridan farmon bo'lmog'icha medresidir qilmaydi. Janoblari Anjambayni ujuqtiradigan payt keldi. Fursat g'animatdir. Hurmat bilan Zaydinbek. Tarixiy Hijriya 1366-yili Ramazonning 12-kuni payshanba. Balalarning yumron chiroylari o'ngdi. Mang'izlaridagi qizillik yo'qolib sarg'ayishga boshladi. Lavlarini tishladi. Ko'zlaridan o't yenib, chakchiyishgan holda bir-biriga qarshibla qoldi. Shu topda ular hammani tushungan edi. Zaydinbek xoin ekan, sotqin ekan. Anjambay akaning qo'shiniga yomon niyat bilan ko'z bo'yab, so'qinib kirib olgan dushman ekan. Anjambay akam buni texi bilmaydi ekan. Anjambay akamlar hozir qil ustida qopdi. Bu shumxat Ahmad Beyning qo'liga tegib qolsa, Anjambay akam dushmanning qopqiniga dastlab soladi ekan. U chaqda och ko'z boylar, zumigarlar yana kambag'al ojizlarni bo'za qiladi. Langzimo yo'qolmaydi. Dadisimo askarlikdan mangu qutulolmaydi. O'zlari bosh panohsiz qoladi. Aksi singilsining ko'zining ichiga tikildi. Saniya, sen eshaklarni beqib turg'in. Men bu shumxatni Anjambay akamga darhol olib beray. Tog'amning kelgan vaqti bo'lib qoldi. Qo'rqmaydigansan? Yetkizib bera olamsan? Terim degan nada? Gapingni qara. Men degan o'g'il bola. Kechida biz terimdan o'tgan chaqda sen tog'amning quchqida uxlab qolgan eding. Men-g'o terim deb anglagan, lekin ko'rmagan. Mang, tizmang. Mendan ansirma. Men terimdan udulla uyga ketaman. Dal shu chaqda taladin odamlarning po'surilishib mangan oyoq shapsi anglanib qoldi. Balalar cho'chib ketishdi. Lekin shu hamon ularning ko'ngliga heliqi ikkisi bo'lib qolmasin degan gumon tushdi-da, xatni alman-talman bir to'shikka tiqishga aranla ulgurdi. Uninggacha degandek
iliqi ikki odam hasirab ömüde kirib kelishdi-de balalarni ko'rib hang-tang qilishdi. Shubhisizki, ular iliqi xatni izlab kelishgan edi. Ular tizla esiga kelishdi-de ko'zlarini alang-bulang qilishib, gap so'zsizla gumbazning ichiga sinchilab qarashqa boshladi. Yernimi ala qo'ymay tatilab, to'plarni to'zdivatdi. Qabrini siypab, netchini cho'rgilavatdi. Lekin hech narsa topolmadi. Shu chaqda ala gadan g'udonshidi. "Hey!" dedi u, ulug' kichik tinib urib, "Bizni nas bosadigan bo'ldi. Kechida uxlamay mangan bo'lsak, u xatni bugun sahardala Ahmad begimning qo'liga saq topshirib berib bo'latdiq. Silimize birdam aram alayli deb." "Ha, nim bo'ldi?" dedi Dok uning deksini berib. "Shu chaqda silige mu toza xo'sh yoqdi-ku. Og'zimdan chiqdi, saqlimga yamashdi degandekla, mening birdam aram alayli degan gapim og'zimdan chiqib bo'lg'icha mok yetib, tang sahargacha uxlab oldilar. Mana amdiza eshakka kuchuk yetmasa ur to'qimini degandek, hamma gunohni menga do'ngab qayganlar nimasi? Aram olmay mangsak uxlab qolmaydiq. Mana amdi." Ular aloqzada bo'lishgan holda bir-biriga varqirishib ketishdi. Oxirida ular ochiqida yana balalarga chekchiyishdi-da, ikkisi tangla ikki balni kappida tutib oldi. Alagadan shalni chachirtib turib ularga do'q qilib varqirdi. "Hey nanqipilar, bu yerda nima ish qilishsan? Eshak boqimiz. Ha? Eshak boqimiz? Mushu gumbazning ichida? Yo'q, eshaklar chimliqda o'tlayotdi. Biz o'ynag'ili kirgan." Ular ikkisi aldiraydi. Xatni vaqtida topshira olmasa, bovjonliq mansibi qo'ldan ketib, tayyor omaddan quruq qolatdi. Kallalaridan ayrilib qolishlari mumkin edi tixi. Dok balalarning burniga mushtimli tanglab turib so'radi. "Xat qani? Xat? Nima xat? Voy xudoyim-ey, biz xat bilmaymiz. Maktabda o'qimagan. Hey, shum, mundaq bir taxta qog'ozga yozilgan xat. Voy tangay, bizga bir kishi unda xat bermadi. Biz ko'rmasak nim bilamiz?" Ularning savol so'roq bilan balalardan xatni ololmaydiganligiga ko'zi yetdi-da, balalarning kiyim-kechaklarining astarlarini, yanchuqlarini chala qo'ymay aqtirib chiqdi. Aqtirmagan do'ppilarining ichi, chochlarining arasimi qolmadi. Hatto izo tortmay, balalarning o'rmag'iniga qo'ymay, ularning ishtonlarining lipizlarini, og'larini aqtirdi. Lekin xat chiqmadi. Ular ilojsiz yana yerni tatalashtirib izlayotganda Dokning ko'zi tuyuqsizla xatni tiqib qo'ygan heliqi to'shikka tushib qoldi. U to'shikdan qog'ozning uchi chiqib qolgan edi. U chacharapla o'rnidan turib, u qog'ozni sug'urib oldi-da, qetini ichib ko'rib, xushalliqida to'g'ilvatdi. "Mana, xat tepildi. Yeydigan rizqimiz, ko'radigan kunimiz bor ekan. Ulug' Xudoyim bizni mo panoyida saqlabdi." U xatni qatlapla chekman chapanining ichi yanchuqiga soldi. Balalarning chiroylari o'ngib ketdi. Lekin hech nimani bilmagandek, ko'rmagandek qiyofatda jim turib oldi. Alagadan tishlarini g'o'chirlatdi-da, balalarning bo'yinlarini qamab turib, ularning boshlarini bir-biriga so'qishtirib etib, ondan so'radi. "Aytisha, bu xatni nimishqa yo'shirib qo'yishding? So'rasak ko'rmadik deysan tixi, bizni yo'ldan qo'yib. Tag'am nasval yo'gison deb men tiqib qo'ygan, akam ko'rmagan. Ha, hey sirkibosh, amsa nimishqa ko'rmadim deysan? Vuramdiken deb qo'rqib." Ular uning gapiga chin tutdi. Shundoq bo'lsa-mu, balalarni urib, tillab ochiqini azroq chiqarabilishdi-da, oldirib palaqshib sirtqa minishdi. Balalar texi deyishkimi ulgurmagan edi. Ular yana palaqshib inib kirishdi. "Bizni bir muncha yo'ldan qo'yishding. Gunohlaring uchun bizni eshaklaringda opirib qo'yish, chimliqtila minib ketaversak-mo bo'laveradi. Lekin g'olcha ishlatishning huzurini tepib puxadan chiqayli, ko'nglimizni xo'sh qilayli deyishib qoldik." Balalarning ko'nglida yana azroq umid uchqini paydo bo'ldi. Baland gap bo'ldi. Yo'lda ilojini qilib xatni ilib olsak, ajab emas. Navoda xatni ilib ololmasa, ha, bo'ldi. Buning mo karavati chog'liq. Xatdagi hamma gap so'zlar esidi-ku. Anjambay aksi ahvolni uqsa, satqunni jazolaydi. Langizdikilarni yo'qitidi. Dadisini askarlikdan qutuldirdi. Davomi bor.